Qaytib men bu огородimga kelma, tushundingmi? Yo'qol oldimdan. Qandaqa mana bu shala nima edi? Mana bu fermerlar tushunmadim. Menga bu farqi yo'q, xo'pmi? Endi bu meniki. O'pmaydi. Do'stlar, buni qaranglar, men boydan beri bu bilan talashib o'tiribman. Bu meni polizimga chiqib olib, mana bu o'zicha narsalarni yeyib yotibdi. Nima, internetga chiqarmoqchimisan? Yo'q, sen internet chiqarmoqchi emasman. Va do'stlar, bu muammo yetmaganda mana bu yerda katta muammo turibdi. Nimaga bunday bo'lgan bilmadim hozircha. Mayli do'stlar, hozircha mana bu yerga ichkariga o'tirganim yaxshi. Bir yaxshi mana bu yerda sharoitchalar qilib o'tirgandim do'stlar. Ha mayli. Buni qaranglar bolalar, pullarni qaranglar, pullarni ko'ringlar bolalar. Va trenirovkachilarni ham boshlab o'rgansa bo'ladi shuni. Okey, 1 2 3 4 короче bo'lib bilasizlar. Va mana pechenye va do'stlar, trenirovkaga mana bunaqa gazirованный bo'lmaydi-yu deysizlar. Gazirованный bo'lmaydi-yu deysizlar, lekin men uchun bo'ladi, bilasizlar-yu bolalar. Aytgancha barchaga salom do'stlar. Meni ismim Shahis va mening videoroligimga xush kelibsizlar. Yangi meni ko'rayotganlar. Bolalar, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta sizlar zerikmaysizlar. Maza qilib sizlarni zeriktirmay olib o'tiraman. Lekin do'stlar, buni qaranglar. Nima bo'lgan? Bu qishloq qayerga? Do'stlar, qaranglar, qishloq ham ko'payib qolgan, to'g'risini aytsam. Mana do'stlar, qishloqlar ko'payib qolgan. Lekin do'stlar, mana bu yerga qaranglar, mana bu yerni qaranglar. Xo'p, lekin do'stlar, bu yerga hozir men o'zim kira olmayman va men hozir qishloqni chaqiraman. Oq qishloqi, ajoyib u g'aroyib oq qishloqni chaqiraman bolalar. Okey, qishloqi. Xo'p do'stlar, qishloqi yo'q. Obunachilar, sizlarga modlik kerakmi? Unda men o'zimni Telegram kanalimda maslahat beraman. Bilasizlar, yaqinda men o'zimni Telegram akkauntimni o'chirib yuborgandim. Shu sababdan yangi kanallar va yangi akkauntlar ochdim. Eski kanallarga obuna bo'lgan bo'lsanglar chiqib ketinglar. Umuman kerak emas endi ular. Mana yangi kanalimga va chatlarimga obuna bo'lib qo'yinglar va modlarni o'sha yerdan olinglar. Yangi modlarni tashlab boraman. Barchalaringizni kutib qolaman. Qishloqqa yaxshimisan? Yaxshimisan? Qarada, mana bu yerda oq qishloq bo'lish kerak edi. Bilmadim, bu anchadan beri ko'rmay qoldi. Nima deganing? Men o'tgan safar gaplashdim-ku. O'tgan safaring qanchaga bo'ldi? O'tgan safar adashmasam 3 kun oldin. O'sha gaplashganingdan beri yo'q. Nima tushunmadim? Nimaga sen menga aytmading? Men uni qidirardim. Nima, sen ko'rmayapsanmi? 3 kundan beri mana bu yer tushday turibdi. Qayer, mana bu yermi? Albatta, mana shu hovuz. Bo'ldi, boshimni ortmang. Xo'p, mayli. Kalangni qimirlataverma menga, xo'pmi? Do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin, bu yerda mana bu narsa paydo bo'lganidan beri oq qishloqi yo'q ekan do'stlar. Mayli do'stlar, merdan so'rab o'tirmaymiz. Mer ham hayron qolgandir. Mer hali e'tibor ham bergani yo'q, ishlar bilan bo'lgan. Do'stlar, unda to'xtanglar. Men kirishim kerak do'stlar. Eshik ham ochiq va bu yerni ham malol. Voy, o'g'ri qanadir yopishib qo'yganmi? Nima zanglab ketgan do'stlar? Buni qaranglar. Do'stlar, qiziq. Bolalar, bu yerga tushish juda ham xavfli hozircha do'stlar. Men o'zimning narsalarim bilan tushganim yaxshi. San, bu yerda umuman, yo'q, boshqasi yo'q. Boyaki, lekin boyaki qishloqqa yomon asamga o'ynadi do'stlar, bilasizlar. Bu meni polizim do'stlar. Sizlar ham bilasizlar, yo'q. Okey do'stlar, mana bu narsa bilan kelganimiz yaxshi do'stlar. Voy, nimalar qilyapman do'stlar? Nimalar? Men zerikyapmanmi, nima bo'lyapti meni miyam? Okey do'stlar. Okey, yaxshi. Bu ana endi kirsak bo'ldi. Okey. Yaxshi. Asta tushamiz. Do'stlar, o'zi tushunmadim, qishloqlar ovozimi? Qiziq. Bu nima edi? Qon do'stlar. Voy do'stlar. Voy, bu qanaqa narsa do'stlar? Voy, tushunmadim. Bu yerda nima bo'lgan? Bu yaqinda paydo bo'lgan bo'lsa qanday skelet bo'lishi mumkin? Tushunmadim qonlarni. Oltalach toporli. Tushunmadim. Voy, fu. Ey do'stlar, вообще bo'lmaydi. Mayli do'stlar. Voy, kamera bola, kamerani ko'rmayapman. Kamera. Okey, bizga qaramagan payti sindirib olamiz. Okey. Do'stlar, sindirib bo'lmas ekan. Bo'lib bo'lmasa ko'rmaymiz. Voy do'stlar, qanaqa kameralar qo'yib tashagan. Okey. Nega bo'lgan bu yerda? Kamera yo'qmi? Kamera ham bor do'stlar. Qamoqxona do'stlar, bu yer qamoqxona. Tushunmadim, bu yer nima edi? Okey. Bu qishloqi. Sen bu yerda nima qilyapsan?
Buni buzish kerak bolalar. Qanday qilib buzsam bo'lar ekan? Men bu bilan buzsam bo'larmikan? Voy do'stlar, tushunmadim, buni buzib bo'lmayapti. Ha, voy, ha, Qishloqi. Qishloqi. Bizani qutqar, shahis. Tushunmadim. Qishloqi. U, u, u qishloqi. Sen bizani qutqar, shahis. Qishloqi, sen bu yerdamisan? Men sen qidirib yuribman. Mana bitta aqldan o'zga bitta odam. U mana shu yerda boqmoqda. Rostdan. Voy, bu yerda tashqi kamera ham bor ekan. Do'stlar, e'tibor bermaganimni ko'rib qolishi ham mumkin. Do'stlar, bu qishloqgacha. Bu qishloqqa yaxshimisan? Ha, yaxshi. Shahis ota bosimizni qutqar. Okey. Voy, kamera bizdan ko'rib qolishi mumkin. Har joyda kamera qo'yib tashlagan bu. Noinsof ham. Do'stlar. Yo'q. Juda ham g'alati do'stlar. Do'stlar, buning ichida nima bu? Qishloqlar. Hozir do'stlar, men sizlarni qutqaraman. Okey do'stlar. Okey do'stlar, qaranglar, men sizlarga juda ham ajoyib fikr keldi menga. Men bu kameralarni qanday qilib yopish xayolimga keldi do'stlar. Ha do'stlar, birinchi o'rinda Zorodan olsam ekan. Yo'q, qishloqlar hali xavf ostida-yu do'stlar. Va dashtni nima buralashib qoldi do'stlar. Bunaqa qonlarni ko'rib shokdaman do'stlar, to'g'risi shok. Shunchaki shok do'stlar. Okey do'stlar, mana shu bilan to'g'ri keladi. Shahis baqlabchi. Mana bu yerga короче, просто men bu yerni buzyapman, qaytarib qo'yapman. Shu qanday kelib qopti bilmadingmi? Yo'q, shuni bilishga harakat qilyapman. Okey do'stlar, bunga bu qishloqlarga aytmagan yaxshi do'stlar, chunki bu qishloqlar bilib qo'yish. Bilasizlar-ku. Okey, qani? Okey do'stlar. O'z vobishdan bu kerak emas, meni kallam ishlamaydi, bilasizlar. Okey. Yaxshi. Hop, endi bundan qo'rqmasam ham bo'ladi. Qishloqlar bemalol chiqishinglar mumkin. Biz qanday chiqamiz? Bemalol chiqaver, nimaga yig'laysan, menga tushunmadim. Qishloqqa sen chiqishing mumkin. Rahmat shahis. Aha, mayli. Shoshmada, mana bu yerda mabodo bironta kishi turmaydimi? Ha, boyaki. Suvarib ketgan odam turadi. Rostdan do'stlar. Okey, bularni ozod qilishga qildim. Lekin bularni do'stlar juda ham qiziq menga. Voy do'stlar. Bu Voy, og'irligini. Qiziq do'stlar. Yurdish. Nimaga bu qavat menimcha boyaki odam tutsa kerak. Davay. Yaxshi do'stlar. Bo'ldi do'stlar, kiramiz. 1 2 3. Voy sen. Sen kim bilding? Voy, bu boyaki-yu. Voy, sen aqldan ozgan. Sen meni qanday otishga hadding sig'di? Kechirasan. To'pponchani tashladim men. Yaxshi bo'lmasa bomba bilan portlataveraman seni, bilasizmi? Nimalar deganing? Sen chiqolmaysan endi. Nimalar deyapsan? Axir mana bemalol chiqish mumkin. Sen orqa eshikdagi knopkani ko'rdingmi? Adashmasam ko'rdim menimcha. U yerda yo'q edi knopka. Endi chiqolmaysan, tez tashla. Yo'q, tashlamayman, tushundingmi? Mana senga. Voy do'stlar. Yaqinlashma. Menga boltang bor, tushundingmi? Yorib tashlayman. Voy, mana bularni. Nimalar teginyapsan? Voy. Do'stlar. Mana yo'lga yaxshi do'stlar. Okey. Ke bu yoqqa. Yo'q, bo'ldi. Salom mana senga. Sen endi otishga majbur qilyapsan lekin meni. Do'stlar, bu qanaqa aqldan ozgan meni. Men qanday to'pponchamni tushirib qo'ydim? To'pponcham. Yo'qqa ke. Player. Tushunmadim. Voy sen. Tushunmadim, qayerga ketyapti bu? Qanday ko'rinish kelib olding? Meni qanday ko'rishing keldim? Voy do'stlar. Qochish kerak. Do'stlar, bu qaytib paydo bo'lib qolishi mumkin do'stlar. Bu tuzoq ham bo'lishi mumkin do'stlar. Tuzoq. Okey. Menimcha ko'rdinglarmi do'stlar? Qaytib qoldi. Yana qochirib yubordim.
Voy do'stlar. Ammo lekin mana bu pullari qoldi-yu, lekin qochib ketgani juda ham yomon bo'ldi-da. Bu nimaga bizani qishloqqa kelib? Ha, do'stlar, menimcha do'stlar, men o'ylagan narsani o'yladinglar. Ha, merga tez aytish kerak bo'ldi. Hoppa. Va do'stlar. Knopka bor-ku, meni qo'rqitganini allaganini. Va. Qishloqqa bemalol chiqaveringlar. Nima bo'ldi? Короче, o'sha qochib ketib qoldi. Yo'q, sada qanday qilib qochib ketishi mumkin? Sani ham xafa qolmadimi? Bilmadim, lekin qochib ketdi mendan. Voy, kravatda normalniy ekan. Va do'stlar, bunaqa narsalarni tez nima desam bo'ladi? Isbot dalil va okey. Vo, rasm tushirib olmadim-da. Voy, bitta rasm tushirib olmabman. Okey. Vo, bo'ldi, rasmga tushirib yubordim. Do'stlar, juda ham yomon bo'ldi. Qishloqqalani. Okey. Hop, merga tez aytmasam bo'lmaydi bunaqa narsalar bo'layotganini. Mer. Nima deysan, darmanli bu? Mer, qarang, mana bu telefondagi rasmlarni ko'ring-da, mana bu hovuzning ichiga kiring. Nima hovuzning ichi to'la suv-ku? Siz olimlar, mana bu hovuzni ko'ring. Siz tashqariga 3 kundan beri chiqmaganmisiz? To'g'risini aytsam, bir haftadan beri ish bilan bo'lib chiqqanim yo'q. Mer, mana ko'ring mana buni. Aka, qani nima ekan? Nimaga kerak? Galeriyaga kiring, rasm tushirib olganman. Qolgan narsalarga kirmang. Okey. Va bu qo'l. Sen hazillashyapsanmi? Men bilan hazillashma, men ishim ko'p. Yo'q, men hazillashganim yo'q. Siz tezroq borib ko'ring. Ha, bo'ldi, tezroq borib ko'ramiz va bularni hammasini nima desa bo'ladi, bartaraf etamiz. Juda ham zo'r ish qilibsan va bu rasm tushirganingga. Ha, Mer. Mer, keyin qarang, mana bunaqa pul topib oldim. Pullar bor ekan, bitta odam bor ekan uning ichida. Rostda. Davay pullarni ber. Mer, mayli, men pullarni olib oling, Mer. Ehtiyot bo'ling, xo'pmi? Aha, bular hammasimi? Ha, pullar hammasi. Bo'ldi, ketaver. Okey. Mayli do'stlar. Hali mana bu pullar qolib ketganda lekin bilmaydi. Sen qishloqqa iltimos, sen mana bu ishimga aralashma. Nima deyapsan? Iltimos, mana bu meni polizimga umuman kelma, mana senga mana pullarni olib, iltimos, faqat polizimga kelma. Nimalar deganing, axir bu polizlar menga tegishli. Hech qanday mana bu pulni oldi ket, de. Do'stlar, mayli do'stlar, juda ham charchadim bularni gapidan ham. Voy do'stlar. Ha, aytingchi do'stlar, qarang, gul yetishtiryotgandim. Shunga ham aytish esimdan chiqdi, bunaqa muammolar bilan bo'lib. Pechenyedan mana bu narsalardan olgan yaxshi do'stlar. Yaxshi ham mana bu trenirovka qilganim zo'ras qotdi. Mana bu boltasi ham juda ham og'ir ekan boru. Zatto bitta tekin boltali bo'lib oldik va ha do'stlar, bu pullarni mer ko'rmasa kerak. Va bu mana bu narsalarni yashirib qo'yganimiz yaxshi do'stlar, o'zlaringiz bilasizlar. Tirikchilik do'stlar. Sizlarda ham shunaqa narsa bo'lib qolishi mumkin, lekin pullarni oila a'zolaringizdan yashirmanglar. Bu juda ham yomon hislar. Oila a'zolaringizga ko'rsatinglar va xursand qilinglar va yaxshi yo'ldan pul topinglar. Mayli do'stlar, bugun sizlar bilan men yana shahs bo'ldim. Kelasi videolarga ko'rishguncha xayr. Videoim qiziq bo'ladigan umiddaman va adashib ketgan joylarim bo'lsa uzr so'raysizlar do'stlar. Chunki mana bu qonni ko'rib vashi shokdaman va men hozir o'zimni bosib, вообще hozir ichki xotirjamlik qilmasam bo'lmaydi do'stlar.